Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ota-onasining buyisi yoki bobosining pensiya pullari bilan shug'ullanayotgan yaqinlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki avgust oyida ulgurib bajarilmasa, pensiya yoki nafaqa pulini vaqtida olish kechikishi, karta bloklanishi, bankdan pul yetkazishda muammo chiqishi yoki ayrim to'lovlar qayta tekshiruvga tushib qolishi mumkin. Men bugun sizga avgust oyida albatta e'tibor berish kerak bo'lgan 5 ta ishni juda sodda hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu gaplar faqat pensionerlarga emas, balki ularning farzandlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda keksa odam hujjatdagi kichik xato, bank kartasining muddati, yashash joyi bo'yicha ma'lumot yoki ishonchnoma masalasini o'zi vaqtida sezmaydi. Keyin esa pul tushmay qolganda hamma yugurib qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bugungi 5 ta ishni avgustda bajarib qo'ysangiz, keyingi oylarda ortiqcha asab, navbat va tushunmovchiliklardan qutulasiz. Avvalgi yillarda ko'p pensionerlar pensiyasini asosan naqd shaklda yoki pochta orqali olishga o'rganib qolgan edi. Kimdir mahalla orqali xabar olardi, kimdir pochta xodimini kutardi, kimdir bankka bir marta borib pulini olib qaytardi. Odamlar ko'pincha pensiya o'zi keladi. Davlat pulimni baribir beradi, hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylardi. Lekin hozir tizim asta-sekin elektronlashyapti. Bank kartalari, plastik karta muddati, biometrik ma'lumot, yashash joyi bo'yicha ro'yxat, telefon raqami, ariza, ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ijtimoiy reyestr, pensiya jamg'armasi bazasi kabi masalalar katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Bir joyda familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa-yu, ma'lumot bazada yangilanmagan bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa yoki pensioner chet elda bo'lib, tiriklik tasdig'i talab qilinsa, to'lov vaqtida tushmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning pensiyaga haqqi bor, lekin hujjatdagi bitta kichik nomuvofiqlik sabab pul bir necha kun yoki bir necha hafta kechikadi. Eng og'iri shuki, pensioner bu kechikishni pensiyamni olib qo'yishdi deb tushunadi, xavotirga tushadi. Qarindoshlardan qarz so'raydi. Aslida esa muammo ko'pincha oldindan tekshirilsa, 10 daqiqada hal bo'ladigan masala bo'ladi. Shuning uchun avgust oyini men tayyorgarlik oyi deb aytaman. Ayniqsa kuzda to'lovlar, indeksatsiya, qayta hisoblashlar, bank tizimi yangilanishlari, hujjat almashishlar ko'payadigan davrlar bo'ladi. Avgustda tinchoq vaqtda hammasini tartibga solib qo'ygan pensioner keyin pulni o'z vaqtida ortiqcha yugur-yugursiz oladi. Eng birinchi qilish kerak bo'lgan ish bu bank kartangizni tekshirish. Juda oddiy tuyuladi, lekin pensiya kechikishlarining katta qismi aynan karta bilan bog'liq. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin, karta bloklangan bo'lishi mumkin. PIN kod bir necha marta noto'g'ri kiritilgani uchun amal qilmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki eski karta o'rniga yangisi chiqarilgan, lekin pensioner uni olib ketmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner onaxon 1.200.000 so'm pensiya oladi. Har oy 11 sanasida karta orqali pul tushardi. Avgustda esa pul tushmagandek ko'rinadi. Farzandi bankka olib borsa ma'lum bo'ladiki, karta muddati iyul oxirida tugagan. Hisob raqamida pul bor, lekin karta orqali yechib bo'lmayapti. Onaxon esa pensiyam to'xtab qoldi deb bir hafta xavotirda yurgan. Aslida yangi karta olib, uni pensiya hisobiga bog'latish kerak edi. Siz avgustda bankka boring yoki farzandingizdan mobil ilova orqali tekshirtiring. Kartaning amal qilish muddati qachongacha? Karta faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Pensiya aynan shu kartaga tushyaptimi? Agar sizda bir nechta karta bo'lsa, qaysi biri pensiya kartasi ekanini aniq biling. Chunki ayrimlar eski kartani tashlab qo'yadi, yangisini ishlatadi, lekin pensiya hali eski hisobga tushayotgan bo'ladi. Yana bir muhim holat, bank kartangizni boshqa odamga berib yubormang. Albatta, ko'p pensionerlar farzandiga ishonadi, lekin karta, PIN kod va SMS keladigan telefon bitta odamning qo'lida bo'lsa, pensioner o'z pulini nazorat qilmay qoladi. Men hamma farzandlar yomon demayman, aksincha, ko'pchilik yordam beradi. Lekin pul masalasida ochiqlik kerak. Har oy qancha pul tushdi, qancha yechildi, qayerga sarflandi, pensionerning o'zi bilishi kerak. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib bloklatish kerak. Agar telefon raqamingiz almashgan bo'lsa, bankda yangi raqamni ro'yxatdan o'tkazing. Aks holda tasdiqlash kodlari eski raqamga ketadi. Siz esa bank operatsiyalarini bajara olmaysiz. Avgustda shu ishni qilib qo'yish sentyabr va keyingi oylarda pul olishda juda katta yengillik beradi. Ikkinchi muhim ish bu shaxsni tasdiqlovchi hujjatlaringizni
tekshirish. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuradi. Pasportingiz ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumotlarda farq bo'lsa, pensiya jamg'armasi. Bank va boshqa tashkilotlar bazasidagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Oddiy misol, otaxon eski pasport bilan pensiyaga chiqqan. Keyin ID karta olgan, lekin pensiya bo'limiga borib yangi hujjat ma'lumotini yangilamagan. Bir muddat hech narsa sezilmaydi. Lekin keyin bankda identifikatsiya, to'lov nazorati yoki boshqa tekshiruv bo'lganda eski pasport raqami chiqadi. Bank xodimi ma'lumot mos emas deydi. Otaxon esa nima bo'layotganini tushunmaydi. Natijada pulni olish uchun yana pensiya bo'limiga, bankka, ba'zan mahallaga borishga to'g'ri keladi. Shuning uchun avgustda o'zingizdan so'rang. Mening hujjatim amaldami? Pasport yoki ID karta muddati tugamaganmi? Yaqinda hujjatim almashtirilganmi? Pensiya tayinlangandan keyin familiyam, ismim, otamning ismi yoki yashash joyim o'zgarganmi? Agar ha bo'lsa, hujjat nusxalarini olib, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. U yerda ma'lumotlar bazada to'g'ri ko'rsatilganini so'rab tekshirtiring. Bu ayniqsa beva ayollar, nikohdan keyin familiyasini o'zgartirganlar, boshqa viloyatdan ko'chib kelganlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar uchun muhim. Chunki bunday to'yfalarda hujjatlar ko'proq bo'ladi. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, nogironlik ma'lumotnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma boshqalar. Birorta hujjatdagi ism yoki sana farq qilsa, to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. Men tavsiya qilaman, bitta papka tayyorlab qo'ying. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqam agar bo'lsa, ishonchli nusxasi tursin. Farzandlaringiz ham bu papka qayerda ekanini bilsin. Bu nafaqat avgust uchun, balki har qanday vaziyatda juda kerak bo'ladi. Uchinchi ish ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin pul miqdoriga bevosita ta'sir qiladigan masala, pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha to'lovlarga haqqingiz bormi? Qayta hisoblash kerak emasmi? Avgustda pensiya bo'limiga borib yoki ishonch telefonlari, elektron xizmatlar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni tekshirtirish foydali. Ba'zi pensionerlar faqat qancha tushsa, shuncha ekan deb yuradi. Lekin hayotda shunday holatlar bo'ladiki, odamning ish staji to'liq kiritilmagan bo'ladi. Masalan, hozirda ishlagan yillari arxidan olinmagan. Zavoddagi ish davri mehnat daftarchasida noaniq yozilgan. Harbiy xizmat yoki bola parvarishi davri hisobga olinmagan. Zararli mehnat sharoiti bo'yicha imtiyozli staj ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bir otaxon 30 yil ishlaganman deb biladi, lekin pensiya hisobida 26 yil ko'rsatilgan. Nega? Chunki 4 yil ishlagan korxona yopilib ketgan, arxiv ma'lumoti vaqtida topshirilmagan. Agar otaxon arxivdan ma'lumot olib kelsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Albatta, har bir holatda qonuniy asos tekshiriladi, lekin odam o'z huquqini so'ramasa, ba'zan eski ma'lumot shunday qolib ketadi. Yana bir misol, onaxon nogiron farzandini parvarish qilgan, lekin tegishli davr hujjatlar bilan tasdiqlanmagan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bola 18 yoshdan keyin oliy ta'limda kunduzgi o'qishga kirgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Bunday vaziyatda to'lov to'xtab qolishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Avgustda aynan mana shularni tekshiring. Pensiya turi qanday? Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Qo'shimcha ustama bor yoki yo'qmi? Agar siz yolg'iz yashasangiz, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, nogironlik guruhi bo'lsa, urush yoki mehnat faxriysi maqomi bo'lsa, alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil pul qo'shiladi deb aytmayman, chunki har bir to'lovning o'z talabi bor. Lekin tekshirtirishga haqqingiz bor. Ayniqsa ishlayotgan pensionerlar ham e'tiborli bo'lsin. Ishga kirganingiz, ishdan chiqqaningiz, daromad o'zgargani ayrim nafaqa turlariga ta'sir qilishi mumkin. Har bir pensiya turi har xil tartibda yuritiladi. Kimdir yoshga doir pensiya olib ishlashi mumkin. Kimdadir ijtimoiy nafaqa shartlari boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim shunday qildi, demak men ham shunday qilaman deb qaror chiqarmang. O'zingizning hujjatingiz bo'yicha rasmiy javob oling. 4-ish ayniqsa pensiyasini o'zi borib ola olmaydiganlar uchun muhim. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, boshqa viloyatda bo'lsa yoki chet elga ketgan bo'lsa, pensiya pulini olish tartibida ishonchnoma
va shaxsni tasdiqlash masalalari paydo bo'ladi. Ko'p oilalarda shunday, buvi yotib qolgan pensiyasini nabirasi yoki qizi olib keladi. Birinchi oylar hammasi yaxshi. Keyin bank xodimi ishonchnoma so'raydi yoki eski ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. Oila esa bundan bexabar. Natijada pulni yecha olmaydi. Shuning uchun avgustda ishonchnoma muddatini tekshiring. U notarial tasdiqlanganmi? Unda aynan pensiya pulini olish vakolati yozilganmi? Muddati qachongacha? Ishonchnoma bergan shaxsning hujjat ma'lumotlari to'g'rimi? Ishonchnoma yozishda umumiy gaplar yetarli bo'lmasligi mumkin. Mening ishlarimni yuritsin degan noaniq ibora o'rniga bankdagi hisob raqamidan pensiya va nafaqa pullarini olish, zarur arizalarni topshirish, hujjatlarni imzolash kabi vakolatlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. Albatta, notarius buni tartib bilan rasmiylashtiradi. Lekin siz ham nimaga kerakligini tushuntiring. Chet elda yurgan pensionerlar uchun esa tiriklik tasdig'i masalasi muhim bo'lishi mumkin. Ya'ni tizim pensioner haqiqatan hayot ekanini, pensiya noqonuniy olinmayotganini tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bunday holatda konsullik, vakolatli organlar yoki belgilangan tartib orqali hujjat topshiriladi. Agar bu ish vaqtida bajarilmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun yana hujjat, ariza, tekshiruv kerak bo'ladi. Yana bir nozik masala. Pensioner vafot etganidan keyin uning kartasidan pul yechish. Men buni ochiq aytaman. Bu juda xavfli. Oila a'zolari baribir o'zimizniki, dafn marosimiga ishlatdik deb o'ylashi mumkin. Lekin qonuniy tartib boshqacha. Vafot holati qayd etilgandan keyin ortiqcha tushgan to'lovlar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ayrim vaziyatlarda esa bu noqonuniy o'zlashtirish sifatida baholanishi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday og'ir holatda ham rasmiy tartibni buzmaslik kerak. Dafn puli, meros qolgan mablag'lar bo'yicha alohida tartiblar bor. Ularni tegishli organlardan so'rab rasmiy hal qilish kerak. Demak, avgustda o'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun ishonchnoma masalasini tartibga soling. Ayniqsa, pensioner kasal bo'lib qolishi mumkinligini oldindan o'ylash kerak. Bugun odam yurib turibdi, ertaga bankka bora olmay qolishi mumkin. Oldindan to'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat keyin oilani juda ko'p muammodan saqlaydi. 5-ish ko'pchilikni hayron qoldiradi, lekin amalda juda muhim. Pensiya kartangizdan ushlab qolinayotgan pullar, qarzdorliklar, ijro hujjatlari yoki bank komissiyalarini tekshiring. Ba'zan pensioner pensiyam kam tushdi deydi. Tekshirilsa ma'lum bo'ladiki, bank krediti bo'yicha avtomatik yechim bo'lgan, kommunal qarz bo'yicha ijro hujjati tushgan, aliment yoki boshqa majburiy to'lov ushlab qolingan yoki karta bilan bog'liq xizmat haqlari yechilgan. Misol uchun, otaxon 1.500.000 so'm pensiya olishi kerak. Lekin kartaga 1.200.000 so'm kelgandek ko'rinadi. U pensiya bo'limiga borib shikoyat qiladi. U yerda sizga to'liq o'tkazilgan deyishadi. Bankdan ko'chirma olinsa, 300.000 so'm kredit qarziga yechilgani ma'lum bo'ladi. Demak, muammo pensiya hisobida emas, bank yoki qarzdorlikda. Yana bir holat. Pensioner o'g'liga kafil bo'lgan, o'g'li kreditni to'lamagan, keyin ijro tartibida pensionerning hisobidan ma'lum miqdorda ushlama boshlanadi. Pensioner esa kafil bo'lganining oqibatini tushunmagan bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, hech qachon tushunmasdan kafil bo'lmang, shartnomani o'qimasdan imzo chekmang, plastik kartangizni kredit olish uchun boshqa birovga bermang. Avgustda bankdan oxirgi 3 yoki 6 oy uchun hisob ko'chirmasini oling. Unda pensiya qachon tushgan, qancha yechilgan, qaysi tashkilotga o'tgan, hammasi ko'rinadi. Agar tushunarsiz yechim bo'lsa, bankdan yozma izoh so'rang. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ bilan bog'lanib, qarzdorlik asosini aniqlang. Agar qarz sizniki bo'lmasa yoki xato bo'lsa, shikoyat qilish kerak. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Pensionerning yagona daromadi pensiya bo'lsa, ushlanmalar qonunda belgilangan chegaralar doirasida bo'lishi kerak. Har qanday tashkilot istagancha pul yechib ketishi mumkin emas. Lekin buni bilish uchun siz hisobingizni nazorat qilishingiz kerak. Agar siz har oy shunchaki bankomatdan qolgan pulni yechib ketsangiz, nimaga qamayganini hech qachon bilmaysiz. Endi men alohida e'tibor berishingiz kerak bo'lgan istisnolarni tushuntiraman. Birinchisi, hamma pensioner bankka borishi shart emas. Agar kartangiz faol, hujjatingiz to'g'ri, pulingiz vaqtida tushayotgan, hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, siz shunchaki telefon orqali yoki mobil ilova orqali tekshirishingiz mumkin. Lekin keksa odam o'zi tushunmasa, farzandi bir marta borib, hammasini aniqlab bergani yaxshi. Ikkinchisi, hamma to'lov kechikishi pensiya to'xtadi degani emas.
Ba'zan banklararo texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan dam olish kuni yoki bayram kuniga to'g'ri keladi. Ba'zan tumanlar bo'yicha to'lov sanasi farq qiladi. Shuning uchun bir kun kechiksa vahima qilmang. Lekin 5 ish kuni ichida tushmasa, albatta tekshiring. Uchinchisi, telefon orqali kelgan har qanday qo'ng'iroqqa ishonmang. Hozir firibgarlar pensionerlarni ko'p nishonga oladi. Pensiyangiz oshdi, kodni ayting. Kartangiz bloklanadi, pin kodni ayting. Kompensatsiya puli chiqdi, karta raqamini yuboring degan gaplarga ishonmang. Bank xodimi hech qachon pin kod so'ramaydi. SMS kodni hech kimga aytmang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 4-chi arzdan tanish orqali tezlashtirib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya hujjatlari rasmiy tartibda ko'riladi. Kimdir pul so'rab, ustama chiqarib beraman. Pensiyangizni 2 barobar qilaman. Arxivsiz stat qo'shib beraman desa bu xavfli. Hujjatda yolg'on ma'lumot bo'lsa, keyin javobgarlik pensionerning o'ziga ham kelishi mumkin. 5-inchisi, ayrim to'lovlar uchun har yil yoki ma'lum muddatlarda ma'lumotnoma yangilanishi kerak bo'ladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qiyotgan farzand uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha tibbiy ko'rik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish zarur bo'ladi. Yolg'iz pensioner maqomi, parvarish, vasiylik, doimiy yashash manzili kabi masalalardan hujjat yangilanishi talab qilinishi mumkin. Endi men sizga aniq reja beraman. Bugun yoki ertaga daftar oling va 5 ta savol yozing. Birinchi savol: kartamning muddati qachongacha? Ikkinchi savol: ID karta yoki pasport ma'lumotlarim pensiya bo'limida yangilanganmi? Uchinchi savol: pensiyam to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha to'lovga haqqim bormi? To'rtinchi savol: agar men o'zim pul ola olmasam ishonchnomam bormi? Beshinchi savol: kartamdan qanday ushlanmalar bo'lyapti? Keyin hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, bank kartasi, telefon raqam, mehnat daftarchasi bo'lsa uning nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik hujjati, nikoh yoki vafot guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi. Hamma hujjatni bitta papkaga soling. Agar masala bank bilan bog'liq bo'lsa, bank filialiga boring. Mening pensiya kartam faolmi? Muddati qachon tugaydi? Pensiya qaysi hisob raqamga tushyapti? Oxirgi 6 oy ko'chirmasini bering deb so'rang. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangi karta buyurtma qiling. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, yangilang. Agar masala pensiya hisob kitobi bilan bog'liq bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiya ishimdagi staj va hujjatlarimni tekshirib bering. Qo'shimcha hujjat topshirsam, qayta hisoblash imkoniyati bormi deb so'rang. Iloji bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling va javobni saqlab qo'ying. Og'zaki gap esdan chiqadi. Yozma javob esa keyingi bosqichda kerak bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, farzandlari avval telefon orqali yoki mahalla orqali tartibni so'rab olsin. Notariusni uyga chaqirish imkoniyati, ishonchnoma rasmiylashtirish tartibi, bankning masofaviy xizmatlari bor yo'qligini aniqlang. Keksa odamni bekorga issiqda navbatga olib borish shart emas, lekin hujjatni rasmiy tartibda qilish shart. Agar tushunarsiz ushlanma bo'lsa, avval bank ko'chirmasini oling, keyin kimga ishganini aniqlang. Agar ijro organi bo'lsa, qaror nusxasini so'rang. Agar bank krediti bo'lsa, shartnomani ko'ring. Agar firibgarlikdan shubhalansangiz, darhol bankka va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Demak, hurmatli tomoshabinlar, avgust oyida ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta asosiy ish shular: bank kartasi va hisob raqamini tekshirish, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini yangilash, pensiya turi va qo'shimcha to'lovlarni qayta ko'rib chiqish, ishonchnoma hamda tiriklik tasdig'i masalasini tartibga solish, karta ushlanmalari va qarzdorliklarni nazorat qilish. Men sizga bularni qo'rqitish uchun emas, oldindan himoyalanish uchun aytyapman. Pensiya bu pensionerning mehnat yillari davomida topgan haqqi. Uni vaqtida va to'liq olish uchun hujjatlar, karta va ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Bir kun vaqt ajratib tekshirib qo'ysangiz, keyin bir oy asabiylashib yurishdan qutulasiz. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, karta muddati tugashi yoki hujjat sabab muammo bo'lganmi? Qaysi viloyat yoki tumanda yashaysiz? Pensiya to'lovlari sizda vaqtda tushyaptimi? Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjatlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni yana sodda qilib tushuntirib beraman.